bo'ldi, yana ketaverganman. Yana Rossiyaga ketaverganman. Nima ish qilgansiz? Любой ish qilardik. Endi birinchi borganda ustalarga shu yordamchi bo'lib, tom uradigan, patolog uradigan shunaqa ishlarni qilganmiz. Anvarjon Xo'jamirzayev intervyularini ko'rib bir narsaga amin bo'ldimki, agarda nimadir rostdan ham sizga yozilgan bo'lsa, sizni taqdiringiz bo'lsa, bu narsa albatta bo'ladi. Chunki mana faoliyatlarni olib qarasak, birinchidan kech boshlabdir, 6-sinfda borganman deyapti. Bu esa 10 yosh, bu esa futbol uchun sal kechroq hisoblanadi. Keyinchalik esa 20 yoshlarda sog'lig'i va muammolar bo'lgan va butunlay futbolni tashlab Rossiyaga qurilishda ishlashga ketganlar. Lekin baribir mana taqdir ekan, yozilgani shu ekan, qaytib kelganlar va hozirgi kunda O'zbekiston Superligasining eng yaxshi hujumchilaridan biri va terma jamoamiz futbolchisi. To'g'ri, terma jamoamizning asosiy futbolchisi emasdir, lekin baribir qachonlardir Rossiyada qurilishda ishlagan inson uchun bu juda ham katta natija. Va mana ko'rib turibmizki, nasib qilgan ekan shu narsa bo'ldi. Lekin agarda sizni taqdiringiz emas bo'lsa, sizga yozilmagan bo'lsa, qancha harakat qilsangiz ham bo'lmasligi mumkin. Bunday misollarni ham juda ham ko'p ko'rganmiz. Nima demoqchiman? Hech qachon tushkunlikka tushmang va kelajakni ko'p o'ylayvermang. Nasib qilgani, yozilgani baribir bo'ladi. Shunchaki tushkunlikka tushmasdan harakat qilavering va faqat olg'a. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshilikka. Agarda nimadir sizga nasib qilmagan bo'lsa, sizniki bo'lmasa, unda sizga undanda yaxshiroq narsa sizni kutib turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tushkunlikka tushmasdan faqat harakat qilavering.